yaxshilik qilasizmi? Yo birorta qo'shningizga ham qarindoshingizga yaxshilik qilsangiz, Alloh uchun qilsangiz, Alloh beradi xudo xolasa. Endi bo'lay chiqarib chiqqan o'g'illar to'g'risida gapiraman-da. Meni ham o'g'lim bo'lay chiqqan, Xudoga shukr, alhamdulillah katta o'g'lim chiqarganman. Shulardan endi biza ota-onalarning oldiga keladi ular ko'rgani. Kelinglar bolalarim, sizlarning ro'zg'oringiz yaxshimi? Nimanglar bor? Hamma narsanglar bormi bolam deb so'rab turish bizning vazifamiz. Ular bo'lay chiqqan, yangi bo'lay chiqqanlar yosh daraxtni bir joyga o'tkazasiz-ku, ko'chat qilib o'tkazganingizda o'shanga suv quyib turasiz, mevalar solguncha, o'sha joyga o'rnashguncha o'shandan xabar olib turish kerak. Yangi chiqqan ro'zg'or, mana uyda sharoitli uyda necha yil yashagandan keyin, ularni bo'lay chiqargandan keyin ulardan xabar olib turish, mana shu uydagi yaxshi joyda sharoitlarda qolgan odamlarning vazifasi. Ota-onalarni, shu yerda aka-ukalarini, opa-singillarini, aka yo uka bo'lay chiqdingiz, yaxshi o'tiribsizlarmi bolajonim? Jiyanlarim yaxshimi deb borib so'rab, Alloh qalbini yumshatib 4 ta nom bilan ko'rib, ular bu yoqqa kelib, oyi ada opa yaxshi o'tirsizmi deyish ularning ham vazifasi. Hammani tan joni sog' bo'lsa, umri uzoq bo'lsa, ilohim hamma narsani, hamma qiladigan yaxshiligimizni biza azizlarim Allohning rizoligi uchun qilsak, Alloh uchun qildik. Shundan qaytsin emas, Allohdan qaytsin deb qilsanglar, Alloh shunaqa chiroyli anaqa beradi sizlarga, baraka beradi uyingizga. Tinchlik, xotirjamlik, baraka beradi xudo xolasa. Bir joyga bir nima birovga yaxshilik qilsangiz ham, bir nima o'sha qalbingizdan o'tib, men mana shunga borib kelishim deganingizni o'zida qalbingiz yumshatyaptimi? Sizni Alloh o'sha yaxshi ko'rgan bandasini yumshatadi. Yaxshi ko'rgan odamga yaxshilik qildirib qo'yadi, yaxshi so'z ayttirib qo'yadi. Shu ham qalbingizga, tilingizga, dilingizga solish ham Allohning qo'lida. Siz eshitganmisizlar, sizlar kalimalar keltirib vafot etdi shu odam, kalimalar keltirdi, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh so'zni aytdi degani, bu to'satdan aytmaydi shu anaqa, shu ibodatlar qilib yurib, yaxshilik qilib, namozli o'qib, Qur'onni o'qib, Allohning rizoligini olib yurgan odamni bu dunyoda ibrat qilib ko'rsatib qo'yadi. Qalbiga ham, tiliga ham, diliga ham soladi shuni. Shu oxirgi so'zini shu bilan oladi. Oxirgi so'zi shu kalima aytib vafot etdi deganni eshitsanglar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, jannatni belgisi deganlar. Kalima keltirib. Shuning uchun biza yaxshi so'z gapirib, yaxshilik qilib yursak, Alloh taolo bizani shunaqa qilib oxirgi xotimamizdan chiroyli so'zlar bilan olar ekan. Xudo xolasa, bu yog'ini ham o'ylashimiz kerak. Endi meni bugungi mavzuyim shu, Allohning rizoligi uchun qilinglar har bitta ishni. Kimga yaxshilik, nida yaxshilik qilsangiz ham Alloh ajr mukofotini beradi. Ko'rib turibdi Alloh tepamizda. Bizga bir kamerani yo bir anaqani keragi yo'q. Bir narsani isbotlashimiz ham keragi yo'q. Birovga yaxshilik qilsangiz, bir narsa qilsangiz e'tibor o'tirmang. Men shunaqa qildim, birovga aytmayman. Sizni qalbingizdagini qilayotgan ishingizni Alloh ko'rib turibdi-ku, bo'ldi. Bizani Alloh taolo bir-birimizni aybimizni ochishga, bir-birimizni anaqa qilishga, nima deydi? Tergov qilishga tushirmagan. Hamma o'zi uchun qiladi, o'zi Allohning oldida o'zi javob beradi. Lekin insof bersin yoshlarimizga, Xudo xolasa, qizlarga ham, o'g'il bolalarga ham. Mashi bizdagi buvilar ko'paysa, Xudo xolasa, mashi chiroyli tarbiya qilsangiz, har bitta ishni Alloh uchun qilgin. Alloh o'zi aziz qilgan insonni aziz qiladi, Xudo xolasa. Aziz qilgan insonni Alloh aziz qilgan hech qachon xor qilmaydi. Shularni bolalarimizga, nevaralarimizga gapirib tursak, Xudo xolasa inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Meni bugungi mavzuyim shu edi. Har bitta ishni Alloh uchun qilinglar degan mavzu edi. Shuni qalbimga tugib qo'ygandim, shuni gapirdim azizlarim.
Hammanglarni tan joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin ilohim. Allohim ishinglarni rivojini bersin. Qancha oilalarda qancha bolalar ish topolmay yuribdi, shularni Allohim rixsini butun qilib bergin Allohim. Ota-onalarni chiroyli rozi qiladigan bolalar qilib tarbiyat kuningga olgin Allohim o'zing. Alloh o'zing panohingda asragin Allohim. Yoshlarimizni, qizlarimizga ham, bolalarga ham insofi tavfiq bergin Allohim. Topganiga baraka bergin. Hammanglarni tan joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Yaxshi yuringlar azizlarim, umringlar uzoq bo'lsin. Yaxshiliklarda ko'rishaveringlar aziz muxlisalarim.